Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugun Reading Study Planner kanali bilan tanishib o'tamiz. Demak, birinchi navbatda umumiy kanal haqida, planner haqida gaplashadigan bo'lsak, beginner darajadan ingliz tili 0 dan advanced darajagacha o'rtacha 10 oyga mo'ljallangan hisoblanadi. Bu dam olishlari bilan birga. Siz vaqtingizga va kuchingizga qarab bu vaqtni kamaytirishingiz yoki oshirishingiz mumkin. 10 oy bu o'rtacha olingan vaqt hisoblanadi. Kunlik esa yakshanba kunlari odatda dam olish qilganmiz. Shu kunlarda 20 minutdan, aktiv dars qilish kunlarida 2-3 soatgacha kunlik vaqt ajratishingiz kerak bo'ladi. Endi kanalni ochganingizda mana shunaqa ko'rinishda turadi. Beginner darajani ustiga bossangiz, degan shunaqa ko'rinishda ochiladi. Beginner daraja va umuman barcha daraja uchun mana shunaqa haftalik plan berilgan bo'ladi sizga. Demak, ko'rib turganingizdek, dushanbadan yakshanbagacha nima qilish kerakligi aniq tiniq, qanchadan va qaysi kitoblardan qilinishi to'liq berilgan bo'ladi. Misol uchun dushanba kuni passage 1-2 qo'yibdi. Bu birinchi, ikkinchi matn degani. Xo'p, reading 2 pages degani bu 2 bet kitob o'qish degani. Qanday o'qiladi, qaysi kitoblardan o'qiladi, barchasi mana bu yerda ko'rsatilgan bo'ladi. Demak, bizda primary book bor, ya'ni asosiy manba bor va secondary books, ikkinchi darajali yoki qo'shimcha kitoblar mavjud hisoblanadi. Qaysi kitoblardan foydalanish kerakligi, xo'p, mana bu yerda har bir haftada alohida ko'rsatib o'tiladi. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, yakshanba kunida bizga rest and analysis deb qo'yibdi. Dam olish va analiz uchun vaqt berilgan bo'ladi. Bu kunda asosiy manbadan vazifa kamaytirilgan bo'ladi, ya'ni sizga ko'proq vaqt bo'ladi. Bu vaqtni siz dam olishga va yangi o'tgan haftani, mana bu haftada qanchasi qilindi, qilinmadi, nima uchun bajarildi va hokazo analiz qilasiz va keyingi haftaga tayyorlanasiz. Ya'ni sizda ortiqcha stress bo'lmaydi. Uzoq vaqt o'qiganda ham stress bo'lmaydi, chunki dam olish uchun vaqt berilgan. Xo'p, kitoblarni mana bu yerda alohida materiallar kanalidan olishingiz mumkin bo'ladi. Hammasi tartiblab qo'yilgan. Linkni kitobni ustiga bosishingiz bilan o'sha kitobga olib o'tadi. Bundan tashqari kitoblarni yuklab olib, chiqartirib olib o'qisangiz ham bo'ladi. Mana bu plandagi har bir so'z tushuntirib o'tilgan, qanaqa ma'no bildirilishini. Bundan tashqari asosiy manba va qo'shimcha manbalar nimaligi haqida tushuntirish berib o'tilgan. Materiallar uchun kanalga link. Va har bir daraja uchun har bir kitobdan qanaqa foydalanish kerakligi bo'yicha audio tushuntirish berilgan bo'ladi. Ya'ni kitoblarni har bittasidan qanaqa yondashish kerak, qanaqa o'qish kerakligi haqida sizda yo'nalish bo'ladi. Va bu ovozli xabar ko'rinishida tashlab berilgan. Ikkinchi hafta ham xuddi shunday davom etadi. Barcha kitoblar sizda ko'rsatilgan va kitoblarni chiqartirib olib xuddi shu ko'rinishda davom etasiz toki advanced darajagacha. Bundan tashqari bizda kanaldan qanday foydalanish bo'yicha yo'riqnoma ko'rsatib o'tilgan. Kanalni plannerni yaratishdan maqsad o'zi nima? Xo'p, bu kanal faqat reading uchun mo'ljallanganligi va bundan tashqari listening qachon boshlash kerak, qayerdan listening qilish kerak va grammatikani qayerdan, qanday o'rganish kerakligi haqida ham yo'nalish berilgan hisoblanadi. Ya'ni bu narsani faqat reading study plan deb bo'lmaydi. Sizga boshqa ko'nikmalarni shakllantirish uchun ham yo'nalish berilgan bo'ladi. Bundan tashqari kanalni o'zingizga moslab olishingiz mumkin bo'ladi. Hamma ham beginner darajadan boshlamaydi. Elementary, pre-intermediate, intermediate darajadan boshlaydiganlar bo'lishi mumkin va bundan tashqari vaqti har xil bo'lganlar bor. Kimdir kuniga 1 soat, kimdir 2 soat ajrata oladi. Shunga ko'ra yuqorida ko'rsatilgan planni, vazifalarni o'zingizga moslab olishingiz mumkin. Mana shuni qanday qilish bo'yicha sizga to'liq yo'nalish berilgan. Qanday qilib kanalni o'zingizga moslab bir haftalik vazifalarni ko'paytirish yoki kamaytirish ko'rsatib o'tilgan. Bundan tashqari, agar o'zingiz qila olmasangiz, yordam beramiz. Sizni vaqtingizga moslab planni tuzamiz. Qaytadan materiallarni vaqtingizga moslaymiz.
Bundan tashqari bizada discussion guruh ham mavjud hisoblanadi. Bu yerda siz savollar so'rashingiz mumkin, tushunmagan so'zlarni so'rashingiz mumkin. Umuman bitta jamoa shakllantiramiz bu guruhda. Shunda siz boshqalar qanday progress qilyapti, qanday o'qiyapti, qanday tezlikda ketyapti ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari tashlanayotgan so'zlarni yoki grammatikalarni ko'rib yana ham ko'proq narsa o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Agar bitta sherik topib oladigan bo'lsangiz guruhdan, birgalikda dars qilish imkoniyati ham mavjud hisoblanadi sizda. Shunga o'xshash boshqa yo'nalishlar ham berilgan hisoblanadi. Va eng asosiy narsa mana bu yerda kanal haqida umumiy tushuncha berilgan 10 daqiqalik ovozli xabar mavjud. Bu yerda kanalning umumiy tuzilishi, umuman kanal haqida yoki materiallar haqida gapirilgan, ya'ni materiallar ishonchliligi. Bu materiallar do'stlar menda ishlagan va boshqa minglab talabalarda ishlagan materiallar hisoblanadi. Ya'ni men o'zimda ishlagan va hozirda katta o'quv markazlarida ishlatiladigan materiallarni to'plaganman. Materiallar borasida umuman muammo yo'q. Ular 100% ishonchli. Bundan tashqari vazifalarning qiyinlik darajasi, dam olish vaqtlari haqida tushuntirilgan. Sizda dam olish uchun konkret vaqt bo'ladi. Har oyda, har haftada va ma'lum bir daraja tugagandan keyin ham sizda dam olish uchun vaqt beriladi. Ya'ni sizda ortiqcha stress, yuk bo'lmaydi, xudo xohlasa. Qaysi darajadan boshlash kerakligi haqida ham mana shu audioda tushuntirib o'tilgan. Jonli darslar bizda eng asosiy narsalardan biri. Oyiga 2 marta jonli dars bo'ladi. Bu darsda har bir darajani qamrab olishga harakat qilamiz va reading qanday qilish kerak degan savolga javob topamiz va ko'plab so'zlar, vocabulary va boshqa narsalar o'rganamiz. Bu jonli darslarda siz reading o'zi qanday qilib reading qilish kerak degan savolga javob topasiz va xuddi shu ko'rinishda o'zingiz davom etasiz. Ya'ni sizga qanday qilishingiz kerakligi bo'yicha aniq yo'nalish beriladi. Hop, natija qanday bo'lishi sizga bog'liq. Do'stlar, yuqorida aytilganidek, plan bo'yicha umuman muammo yo'q. Materiallar 100% ishonchli. Endi hammasi o'zingizni intizomingizga bog'liq bo'lib qoladi. Siz mana shu planga ko'ra harakat qilsangiz, natija bo'lishi aniq. Chunki ko'pchilikda ishlagan, hop, ortiqcha vazifa yo'q bu yerda, dam olish uchun vaqt berilgan, hammasi inobatga olingan holda tuzilgan plan hisoblanadi. Buni mukammal deyishga arziydigan plan bo'ladi, xudo xohlasa. Bundan tashqari, planni to'liq tugatish shartmi degan savol bo'lishi mumkin. Shu narsaga ham javob berilgan. Bu sizni maqsadingizga qarab farq qiladi. IELTS-dan 5, 5,5, 6 olmoqchi bo'lgan talaba oxirigacha borishi shart emas. Yoki Medical Englishni qachon boshlash kerak? Shunaqa savollarga ham javob berib o'tilgan hisoblanadi. Bundan tashqari yana bitta intermediate darajani ham ko'radigan bo'lsak, umumiy tuzilish o'xshash beginnerga, faqat sizda plan o'zgargan bo'ladi. Sizga yuqori sifatli mana bunaqa fayl ham tashlab beriladi. Demak, dizayn bo'yicha dizayn ham juda chiroyli qilingan. Har oy yangi xil dizayn qilingan, chiroyli va qiziqarli qilish uchun. Mayli, bu uncha muhim emas, asosiysi manbalar va har kunlik dars qilishingiz. Hamma narsa bu bo'yicha ham yuqorida aytilganidek, har bitta kitobdan qanday foydalanish kerakligi haqida yo'nalish berib o'tilgan. Manbalarni ham bu yerdan topishingiz mumkin bo'ladi. Demak, plan xuddi shu ko'rinishda bo'ladi.